Assalomu alaykum tomoshabinlar va obunachilar. Bugun sana 17-sentyabr hafta kuniga chorshanba Sho'romon bozorini videoobzor qilishdan boshladik. Kim bu lokatsiyasini bilmaydigan bo'lsa Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Qo'rin tomoshabinlar va bo'g'ozdan qarasanglar, 8 oylik bo'g'oz deyishyapti. Hurmatli tomoshabinlar, bular 8 oylik bo'g'oz ekan hammasi. 8 oylik bo'g'oz ekan, men ikkitasi semental. Narodigalari sementalga galishdan aralashgan deyishyapti. 55 milliondan so'rashyapti. Hurmatli tomoshabinlar, bunaqa narxga qatdan topasalar, sizlarga bo'g'oz kerak. 8 oylik bo'g'oz. Hozir telefon nomerlarini olamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rsatamiz. Boyagi bo'g'ozlarni to'rtcha trosh. Va informatsiyasini olib bo'ladi, muhim. Hurmatli tomoshabinlar, buni 30 million deyishayotgan ekan. Bozor astoydin necha pul qildi aka o'zi? Astoydin degan yo'q hali. Endi keldi. 30 o'man. Ona bola. Ikki bolasi bilan? Nega bolasi? Urg'ochi. Urg'ochi. 1 oy bo'lgan qochib ketgan. Bozor nima deyapti? Urg'ochi ekan, 1 oy bo'libdi qochganiga. Yondik bolasi urg'ochi. Mana ko'rsatib bo'ladi, sigara o'zini ham turishlarni. Tomoshabinlar, sizlar uchun astoydil harakat qilamiz. O'shanga like bosib ketinglar. Bular nech pul aka? 45 million so'rashayotgan ekan. Bozor astoydil nech pul qildi ekan, qilmadim. 80 qildi. Ikkalasini 80 million qilishayotgan ekan. Nech pul bo'lsa sotamiz aka? Ko'ngil yoqadigan nech pul bo'lsa sotamiz. 85 million bo'lsa berib yuborishar ekan. 60 dan oshiq usti bor ekan. Sizlar bo'ladi. Turishlarni ko'rsanglar-chi, sigirlarni. Telefon nomer qo'yasizmi, shart emas? Telefon nomer qo'yasizmi, shart emasmi? Ha, bo'ldi. Bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Nech pul aka menimiz? 45. 45 million deyishayotgan ekan. Bozor astoydil nech pul qildi? 37 million qilishayotgan. Bo'g'oz 15 litr suti. 3 oylik bo'g'oz ekan, 15 litr suti bor ekan. Men bolasimi? Bu uchinchi bolasi. Bu uchinchi bolasi ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Yerlarni ham ko'rsanglar bo'ladi, ana bolasi. Sigir o'zini ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar. Hurmatli tomoshabinlar, buni 27 million qilishyapti. Assalomu alaykum, sizdan aka. Nech pul olasiz? 40 million deyotgan ekanlar. Bozor astoydil nech pul qildi? Nima kerak emas, bu Angusdan qochgan. Birinchi bolasi ekan, Angusdan qochgan ekan. so'zga qoladi bolaga. O'sha 8 ta beryapti. Bitta so'zga qolsa, o'shani 7-8 ta berar ekan, bitta so'zkasini bolasiga ajratib qo'yar ekansizlar. Necha litr? Bo'ldi, 7-8 litr. Siz necha chiqaring? Birinchi bola. Birinchi bolasi ekan. Nech pul deyapti aka? 30 so'roq. 30 million so'rayotgan ekanlar, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bozor astoydil nech pul qoldi? 26 dan silib bering. 26 dan silib bering deyishayotgan ekan. Nech pul bo'lsa sotamiz aka? Ko'ramiz bozor. Astoydil yuragiga yoqadigan narx. Ustiga chiqar. Bo'ldi, 26 dan narx ustiga chiqsa sotilar ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Bolasi nima aka? Urg'och ekan. Telefon nomer qo'yasizmi? 33lik 098 9899. Mana qo'vrasalar bemalol maslahat sigirli kerak bo'ladigan bo'lsa. Assalomu alaykum aka, nech pul olasiz buni? Nech pul olasiz? 40 million kami bor ekan. Bozor nech pul qildi? Hali qilmadim. Endi kirdi.
endigina kelishgan ekan mana ko'rsatib bo'ladi. Necha chiqarim aka? Necha chiqarim? Birinchi chiqarim bolasini ko'rsatib bo'ladi. 2 kunlik ekan. Taxminimcha 20 litr sut beradi bu. Sigiri ko'rsatib bo'ladi. Bolasini sigir ko'rsatib amna bo'ladi bemalol. Bolasini ko'rsatadi. Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar qo'saqda va gaplashib. Qo'ydiqmanmi unmasa? Bo'l. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rsatlachi. Sigir qaranglar. 42 milliondek shokkan ekan. Sakan. Alhamdulillah. Bolasini qaranglar. 42 milliondek shokkan ekan. Hurmatli tomoshabinlar. Ana 42 million emas, lekin 42 million so'rashyapti-da shu narsa. Bozordagilar 42 million bering deshotganiga 42, 41 ga bering deshotganiga sigir yana ko'rsatilib qoladi. Balki qiynalmasdan sog'arsinlar. Ko'raylik. 20 litr sut berayotgan ekan. Undan yog'iga yo'q dedilar, garantiya bermayaptilar. Xo'sh. Bu 3-chi qorin ekan yondikisi. Bu nech bo'ldi asoga? 45 million deb shokkan ekan qaranglar. Mana yurishlariga var ket. Mana bozor astoydil nech pul qildi aka unisi? 40 million qilish o'pgan ekan. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin bolasi nima? Lekin necha litr sut beradi? 20 litrmi? 20 litrga o'rar ekansizlar bemalol. Necha nomer qo'yamiz aka? 45 million. Necha nomer qo'yamiz aka? 99lik. 99lik 033 033 86 86 ismingiz? Javlon aka bemalol qo'yasizlar shunaqa sigirlik kerak bo'ladigan bo'lsa, Javlon aka ancha yildan beri borlar. Chunki oldin chorraha sotadigan videolarda ko'ramiz. Sigirlar qaranglar sifatligini 20 litrga ikkalasini bemalol ovuragan hurmatli tomoshabinlar. Erki, urg'ochi qarab turibdi. Hurmatli tomoshabinlar, mana bular ko'rsatuvchi. Hurmatli tomoshabinlar, buni 43 million deb shopgan ekan. 15 kunga boradi-ku, bormas ekan o'sha tug'ishi. Ko'rsalarchi. Hurmatli tomoshabinlar, sizga ko'rsalachi 26 litr, 28 litr sut berayotgan ekan. Mana bolasini ham ko'rsalar bo'ladi. Hozirgina ham keldi, yana bola qo'yishdi. Hurmatli tomoshabinlar, buni 55 million deb shopgan ekan mana. Hali bir oylik bo'lgan, bir oylik bo'lmagan yoki bo'lmayapti. Sigir ham ko'rsatilib bo'ladi, sigir. Shunga yarashadi puli. Sana shu gaplarga rozisiz yarashmaydi, boshqa odam aytadi. Olamanmi, shu gapingiz chiqib
odamda bo'lsa men bunaqa qilmayman. Hurmatli tomoshabinlar, mana 40 million deyishyapti. Mana mana shu 40 million deyishayotganingda 38 millionga baraka bo'ldi hozir. Nech pulda olsadi bilan? 57 million. 57 milliondan deyishayotgan. Ikkalasini bolasi ham erkak ekan. 20 litr sut beryaptimi? 20 litr sut beradi. 15 tadan garanti. 15 litr sut berar ekan. Ko'rseli bo'ladi, qaranglar. Voy voy voy. Bolalar bir-biriga o'xshaydi, oilalari ham bir-biriga o'xshaydi. Egizlarni olib chiqdingizmi hozir? Va ikkalasi bitta-bittadan bolasi bor. Ya aytaman-da, egizdi, sigir ham, bola ham egiziga o'xshaydi-da. Aytaman-da. Bozor astoydil nech pul qildingiz? 7 olib keldi o'zi kech qolib. Bir xil dumini tashlab beradi, shanga aytaman-da. Ana mashinadan tushmasini o'zida qiladi-da, o'rallar. Nech pul bo'lsa sotamiz bunga. 57 dan olamiz ham bor. Ular bo'g'oz. Onalar bo'g'oz ekan 2-3 oylik mana ko'rsel bo'ladi. Yaxshi, go'tvalni. 15 litr sut berayotgan ekan, bemalol quvurasini qaranglar. Sifat sigirligini. Telefon nomer qo'yasizmi aka? Ha, 90lik. 90lik 953 84. 953 83. Abi ikkita bor. Hurmatli tomoshabinlar, qaranglar. Bemalol quvurasizlar shu nomerlarga.